iqtisod, siyosat, ekologiya, global mavzularni muhokama qilasiz. Ko'pincha suhbatlarda qaysidir prezident, qaysidir davlat, qaysidir din peshvosi nimani noto'g'ri qilganini tahlil qilib berasiz. O'zi umuman butun dunyoda hamma ishni qanaqa qilib to'g'ri qilishni faqat siz bilasiz. Lekin negadir o'zingizga kelganda hech narsa qilmaysiz. Men ko'pincha shunaqa suhbatlar bo'layotgan paytda, "Xo'p, yaxshi, mavzu shunaqa ekan, vaziyat yomon ekan. Biz nima qila olamiz? Sen nima qila olasan shu vaziyatda?" deb savol beraman, lekin bunaqa savollar har doim hazilga yo'yilib boshqa yoqqa o'tib ketadi. Vaholanki, agar biz dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirmoqchi bo'lsak, o'zgarishni o'zimizdan boshlashimiz kerak edi. Albatta, to biron bir qavm o'zlarini o'zgartirmaguncha Alloh taolo ularning holini o'zgartirmas. Dunyo yomonlashib ketyaptimi? Siz yaxshi bo'lib ko'rsatib bering. Oilalar buzilib ketyaptimi? Siz o'rnak bo'lib oilangiz bilan ko'rsatib bering. Insonlarning saviyasi yomon bo'lib ketyaptimi? Siz o'qib o'zingizni aql idrokingiz bilan ko'rsatib bering. O'zgarishni o'zingizdan boshlang. Agar yaxshi tomonga o'zgarishni boshlamoqchi bo'lsangiz, men sizni Telegram kanalimga taklif qilaman. Profilim shapkasida bor, o'tishingiz mumkin.